Bugun sizlarga sotuv jarayonida qanday qilib mijozlar bilan to'g'ri ishlash kerak, ya'ni sotuv psixologiyada qanaqa toifa insonlar bor, mahsulot sotayotganingizda uni qanaqa qilib foyda taraflarini aniq faktlar bilan jarayon vaziyatda qanday qilib mijozlarga to'g'ri moslashib sotuvgacha olib borish va sotuv jarayonida daromadni qanday qilib oshirish haqida bor bilimlarimni berib boraman. Bu videoni aynan sotuv jarayonida mijozlar bilan muloqot qilayotganda ko'p inkor oladigan, mijozlar berayotgan savoliga dovdirab javob bera olmay qoladigan, mijozlarni tayyorlab sotuvgacha olib borasiz, lekin oxirida o'ylab ko'raman, maslahatlashaman deb baribir mahsulotingizni olmay chiqib ketadigan jarayonlarni hammasi haqida bugun to'liq ma'lumot beraman va har bir mijoz berayotgan inkori negizida qanaqa psixologik holatda turganini to'liqroq, batafsilroq bilib olasiz. Ko'p sotuvchilarda shu jarayonni kuzatganmiz, ya'ni o'zini birinchi o'rinda ustun qo'ymasdan mahsulotni ustun qo'yib va shu mahsulotni ommaga yoki mijozlarga sotishga harakat qiladi. Ammo bizani o'zimizdan face bo'yicha, imij bo'yicha yoki qilayotgan ishlarimizni, muloqotimizni, biron bir narsadan uyat jihatlarimizni bizani o'zimizni emas, aynan mahsulotni sotishga, mahsulotni ommaga ko'rsatishga harakat qilishimizga sababchi bo'lib qoladi. Bu yerda negizida psixologik muammo bor. Agar inson o'ziga ishonchi bo'lsa, o'zi gapirayotgan so'zlarga, ovoz tovushiga, imidjiga, ko'rinishiga va shu narsalarni ishonch bilan qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda unda sotuv amalga oshadi. Ammo siz o'zingizni fezingizni, imidjingizni ustida ishlamasdan, notiqlik ustida ishlamasdan, mahsulotni shunchaki olaman, sotaman desangiz, bu narsa sizga juda ham qiyin, stresslarga olib boradi. Ya'ni sababi hamma, butun dunyo desam bo'ladi, hamma birinchi o'rinda o'zini sotishni bilgan, o'zini mahorat, qobiliyatlarini bilgan va shu orqali qanaqa nima ish qilib daromad topishni bilgan insonlar bilan muloqot qilishga, kontakt o'rnatishga va doimiy ular bilan biron bir ishlar qilishga va shu orqali daromadni ko'paytirishga intilishadi. Agar siz o'z ustingizda ishlamasdan turib faqat mahsulotga yoki mahsulotni orqadagi kompaniyaga suyanib turib sotuv jarayonida ishlayotgan bo'lsangiz, daromad oshmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda imij, ovoz, face va sotuv jarayonidagi bilimlarni ko'paytirish kerak. Hozir asosiy gapiradigan ma'lumotlarim bu mijozlar to'g'risida bo'ladi. Har bir sotuvchida bo'ladigan muammo bu asosan mijozlar bilan, mijozlarning psixologik holati, mijozlarni tushunmaslik, mijozlarga to'g'ri moslasha olmaslik. Ya'ni har bir mijoz mahsulot olayotganida 70% aholi noto'g'ri mahsulot oladi. Noto'g'ri mahsulot olib, o'sha narsaga bekor oldim, noto'g'ri oldim, aldabdi meni yoki uni o'rniga boshqa narsani olishim kerak edi degan tushuncha bo'lgandan keyin u mijoz bizning oldimizga boshqa qaytib kelmaydi. Shuning uchun doim biz mijozlar bilan sotuv aloqani o'rnatishdan oldin ular bilan shunchaki muloqot qilishimiz kerak va mijozlar bilan ishlayotganda sizga to'g'ri savollar yordam beradi. Ya'ni savollarni o'zi yumshoq va qattiqqa bo'linadi. Yumshoq savol beradigan inson doim chegirma narxida sotuv qiladi. Lekin mijozga qarab turib, psixologik holati, u nima xohlayapti, nima uchun keldi, unga nima muhim, shularni ajratib turib kerakli, faktli savollar berilganda, mijoz IQsi yuqoriga chiqib, EQsi pasayadi va siz berayotgan savolida u unga aslida qanaqa mahsulot kerakligi va nima uchun olmoqchiligini ajratib oladi. Misol uchun, mahsulotingizni do'konga kelib biron bir inson olmoqchi bo'lganida undan so'rash kerak, ya'ni siz o'zingizga qidiryapsizmi yoki sovg'agan yoki kimgadirmi yoki kimgadir yordamgan va hokazo. Ya'ni siz bundan oldin shunaqa mahsulotni ishlatganmisiz? Nimaga bunaqa savol beriladi? Sababi hozir aytganimdek, har bitta mahsulot olgan inson bir marta bo'lsa ham noto'g'ri tanlov qilgan. Ya'ni bu degani hammamizni qoniqarsiz, yoqtirmagan, miyamizda qolib ketgan tarakallarga o'xshab yoqtirmagan qanaqadir mahsulotimiz bor. Ya'ni o'sha mahsulot bizga yoqmaganki, keyin sizlar yana shunaqa olib qo'ymaymanmi degan insonda tushuncha bor. Aynan shunaqa narsani yo'qotish uchun ham biz mijozni u nima mahsulot xohlayapti, o'zi uchunmi yoki kimgadirmi? Agar o'zi uchun bo'lsa ham yoki kimgadir uchun bo'lsa ham oldin shunaqa mahsulot ishlatganmi, oldin olganmi va olishdan maqsad nima? Shu narsalarni biz muloqot orqali sekin bilib olsak, unga aynan olmoqchi bo'lgan masalan chashka bo'ladimi yoki qanaqadir instrument narsalar bo'ladimi, qaysi rangini, qaysi birini olib ko'rsatib ushlab his qilishiga yo'l ochib bera olamiz. Mijozga salom berganingizdan keyin
uchta savol bersangiz, u sizni savolingizni yo bitta yo ikkitasiga javob berishi mumkin. Lekin shu bitta ikkitadan kelib chiqib, agar siz u bilan muloqotda olib ketsangiz, u sizga nima uchun mahsulot olmoqchiligi va bundan nima maqsadda ishlatishni xohlayotganligini ochiqchasiga o'zi sizga aytib beradi. Lekin mijoz sizni savollaringizga ha, yo'q deb javob berayotgan bo'lsa, biling u sizga ochilmadi. Biling u sizga ishonmayapti. Biz bilamizki, biz ishonmagan do'konga, ishonmagan odamdan mahsulot olmaymiz. Majburiyat bilan olishimiz mumkin, lekin shu majburiyat bilan ham biz qanaqa olamiz? Arzonga olishga harakat qilamiz. Agar bizga sotuvchi yoqsa, mulohati yoqsa, mahsuloti yoqsa, biz chegirma qilgin deb o'tirmaymiz. Keyingi safar yana kelishni xohlaymiz shu do'konga, to'g'rimi? Mijozlarning asosiy gapiradigan 3 ta javobi bor. Ya'ni bilmasam, o'ylab ko'raman, maslahatlashib ko'raman. Ya'ni agar sizga mijoz rad javobini berayotgan bo'lsa, demak u sizning mahsulotingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmadi. To'liq ma'lumotga ega bo'lmaganimizda bizning mahsulotga qiziqishimiz juda ham past bo'ladi. Agar mijoz ikkilanayotgan bo'lsa, o'ylab ko'raman deyotgan bo'lsa, demak 50% u sizning mahsulotingizga qiziqdi. No, yana 50% nimadir unga yetishmayapti. Qanaqadir ma'lumot yetishmayaptimi yoki qanaqadir ishonchga oxirigacha kirmadingizmi yoki balki rostdan narxida unda sal o'zini shoti bilan qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Maslahatlashib ko'raman degan odam biling doim bu mahsulotdan o'zidan tashqari yana kimdir ishlatishi mumkin yoki u olmoqchi bo'lgan pulga kimdir unga shu pulni bergan yoki berayotgan pulini u отчетini topshiradi. Shuning uchun maslahatlashib ko'radi. Ayni biz shunaqa narsa gapirayotganda mijozlarga qanaqa javob beramiz? Bilmasam, o'ylab ko'raman deganda, "Xo'p, to'g'ri aytasiz, o'ylab ko'rish kerak, chunki yaxshi mahsulot." Ya'ni sizga qancha vaqt kerak o'ylab ko'rishga? 5 daqiqa, 1 soatmi? O'sha joyini o'zida mijoz bilan gaplashib o'rganinglar. Sotuvchilarda eng katta hatto o'ylab ko'raman, bilmasam desa, keyinchi va shunaqa holat bo'ladiki, ular riski o'sha muloqot to'xtatishadi. Olmas ekan-ku deyshadi. Oladi. Do'kongacha kirdimi? Bugun bo'lmasa ham u boshqa kuni keladi. Hozir puli bo'lmasa ham, lekin puli bo'lgan, agar siz yaxshilab kontakt ushlasangiz, u keladi puli bo'lganda. Bu fakt. Agar mijoz o'ylab ko'raman, bilmasam deyotganda, o'sha zahotiyoq mijozdan savol berishingiz kerak. Qanaqadir ma'lumotim kamlik qildimi? Nimani o'ylab ko'rmoqchisiz? Sizga mahsulotni o'zi o'ylab ko'rmoqchimisiz yoki sizga aytayotgan narxim to'g'ri kelmayaptimi deb unga variantli bering. Qancha ko'p variant bersangiz mijozga, u navri shu variantlardan kelib chiqib o'zinikini tanlashga harakat qiladi. Eng yomoni maslahatlashib ko'raman degani. Maslahatlashib ko'raman, masalan, ayol keladi-da, maslahatlashib ko'raman deydi. Maslahatlashib ko'radi. Eriga aytadi. "Voy, eri aniq aytaman, что yo'q" deydi yoki olmagin yoki eri keladi-da, maslahatlashaman deydi. Bo'ldi. Demak, aniq olmasligi mumkin. O'shaning uchun biz doim so'rashimiz kerak. Maslahatlashib ko'raman deganda, bu olayotgan mahsulotingizni o'zingizdan boshqa yana kimdir ishlatadi. Agar ular ishlatsalar, tanlayotgan mahsulotingizga, masalan, ular hozir qanaqa qaraydilar? Yoqadimi, yoqmaydimi, nimasida maslahatlashib ko'rmoqchisiz? Xohlasangiz, hozir telefon qilib bering. Agar ularda ham qanaqadir savollar bo'lsa, men o'zim savollarga javob beraman. Vaqtingizdan ham unumli foydalanasizda. O'sha joyi o'zida biz mijozga moslashamiz. Qanchalik siz mijozga moslashsangiz, shunchalik mijoz sizga qarab turib ochilaveradi. Bilinglar, har doim mijozlar muammosini hal qilib bergan sotuvchini yaxshi ko'radi. Mahsulotini sotishga harakat qilayotgan emas, muammosini hal qilishga. Misol uchun, mendan biron bir narsa olishmoqchi bo'lsa, men doim so'rayman, ya'ni sizga qanaqa rangi kerak, sizga hajmi qanaqa bo'lishi kerak, o'ziga olasizmi yoki sovg'agami? Yoki bilmasam, o'ylab ko'raman desa, men aytaman, asosan siz qanaqa rangdan foydalanasiz? Va hokazo narsa. Aynan shu narsa men unga meni qimmat narsamni olishi shart emas, lekin shunga qarab turib, o'zini holatiga qarab turib to'g'ri mahsulot bersam, u meni ikkinchi marta mahsulot olishi oson bo'ladi. Birinchi marta bitta notanish odamga mahsulot sotish qiyin. To'g'ri. Shuning uchun biz o'sha inson bilan birinchi o'rinda kontakt o'rnatamiz, keyin aloqa qilamiz, ana uchinchisi sotuv bo'ladi. Qo'ng'iroqli telefonlar ham bor. Bu o'sha katta alohida mavzu hisoblanadi, chunki qo'ng'iroqda masalan ko'rishganda siz 3 marta bosim qilib mahsulotni sotsangiz, qo'ng'iroqda kamida 7-12 marta qilishingiz kerak. Men sizga hozir gapirayotgan gaplarimning hammasi algoritmda strategik ketma-ketlikda qilingan bu programma hisoblanadi. Nimaga? Ko'p sotuvchilar bilan masalan gaplashib, mashina gapirayotganda nima deysiz desam, ular aytadiki, Sitora, men o'zim o'sha joyda anaqa muloqot bilan chiqib ketaman" deydi. To'g'ri, muloqot bilan chiqib ketadi, lekin sotuv bo'lmaydi-ku. Sotuv jarayonida bizda doim
IQ turadi bilim bilan. Qanchalik siz mijoz gapirayotgan holatini, toifasini, ya'ni sinovli muddat qilib yopib, shart-sharoitini bilib olsangiz, uni algoritmga sotish, algoritmdan o'tib unga mahsulotni prezentatsiya qilayotganda uni bemalol sinovli yopib, oxirida sotuvgacha olib bora olasiz. Bu narsalarning ko'rinishi juda ham qiyin bo'lishi mumkin, lekin siz buni miyangizga programma qilib to'g'ri kirgizib olsangiz, sotuv jarayonida umuman qiynalmaysiz. Shuning uchun men doim birinchi o'rinda darsni boshlashdan oldin fikrlardan boshlayman. Agar sizda fikrlarni to'g'ri yo'naltirish sxemasi bo'lmasa, undan keyin sizda disiplina bo'lmasa, disiplina orqali sotuvda bilimni oshirish uchun rivojlanish bo'lmasa, siz doim faqat qo'lingizdagi price list sotadigan sotuvchi bo'lasiz. Pro sotuvchi bo'la olmaysiz. Pro sotuvchi, ya'ni professional sotuvchi, u odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Yangi odamlarni izlab topaveradi. Ya'ni insonlar bilan muloqotda bo'lib, ularni servis xizmatida yordam berib, muammolarini hal qilib, keyin sotuvga olib boradigan insonlar. Professional sotuvchilar hech qachon arzon sotishmaydi. Professional sotuvchi o'zini vaqtini, qiymatini, mahsulotini, foydasini va aniq unga qanaqa jarayonda yordam berishni bilgani uchun faktlar bilan bemalol qimmat sota oladi. Oddiy sotuvchi doim o'z ustida kamroq ishlagani uchun, bilimi yetishmagani uchun, mijozlar berayotgan savolga javob bera olmagani uchun, voy mayli, sota olmadim, shuni hatto chegirmada ol deb qo'yadi. Chegirmada hamma sota oladi, lekin qimmatni faqat o'qigan insonlar sota oladi. Agar men hozir sizga bergan bilimlarim sizni hayotingizda, sotuv jarayoningizda, o'sha muammolarni aytyaptilar, menda mana shunaqa narsa bo'lyapti, mana shunaqa paytlarda juda ham nima qilishni bilmay qolaman degan insaytlar, savollar, galochkalar ko'p bo'lgan bo'lsa, men sizni 5-iyulda bo'lib o'tadigan offline seminarimga taklif etaman. Aynan offline seminarda siz mijozlar bilan qanaqa qilib muloqot qilishi, kontakt o'rnatishi, rad javoblarga qanday qilib to'g'ri savollar berib javob qaytarishi, inkor etganida o'sha zahotiyoq, ya'ni inkori mahsulotga bo'lyaptimi, daromadiga bo'lyaptimi yoki umuman shunchaki vaqtini o'tkazishga kelib sizni vaqtingizni olyaptimi. Shu narsalarni psixologik taraflama barchasini ko'rib chiqamiz. Seminar so'ngida energizer o'yin qilamiz. Ya'ni bu nima degani? Har bir inson o'zini muammosini atrofida ko'rishi mumkin, lekin shu muammoga qanday qilib o'zi tushib hal qilayotganini biz yaqqol ko'ramiz. Ya'ni seminardan so'ng o'yin bo'ladi va shu o'yinda ishtirok etgan insonlar o'zini sotuv jarayonida daromadi nimaga oshmayotganligi yoki xodimlar bilan o'zini birga konkurentlari bilan ishlayotgan konkurentlari bilan qattiq qanaqa xato qilayotganini yaqqol o'zi ko'rib his qiladi. Seminarda qatnashish uchun pastdagi link orqali havolaga o'ting va o'z joyingizni band qiling. Hammangizni seminarda kutib qolamiz.